Assalomu alaykum obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun sizlarga yetkazib qo'yadigan ba'zi bir yangiliklar bor edi. Bu yangiliklarni yetkazmasdan oldin doimgidek kanalimizda yangi bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar. Va bundan tashqari menga bog'lanishlik uchun mana shu yerga yon tomonga mana yozib qo'yapman. Menga mana shu Instagramdan bog'lanishlaring mumkin va bundan tashqari Telegram gruppamizni ham yozib qo'yapman. Sayohat olami mana pashti bir 20 mingga yaqin bir obunachisi, ya'ni bor. Bundan tashqari shu yerga shu kirganlaringda bu yerda shu bizni adminlarni nomerlari ham bor, silkalari ham bor, Telegram silkalari. Bularni ham qo'yib qo'yganmiz. Ashlarni ustiga bossalaring to'g'ridan sizlarga olib kiradi. Xo'p, bugungi masalamiz yangi vakansiyalarimiz bor. Albatta bir necha marta oldinlari aytib o'tganman men, mana shu Polshaga priglasheniyani to'xtatib qo'ygandik. Albatta xabarlaring bo'lsa, ancha-muncha bir qiyinchilik bo'lib qolganligi sababidan. Hozirgacha ham albatta qiyinchiliklari bor, yo'q emas. Hamma ham viza ola olmayapti. Endi nasib qadar kimga nasib qilgan bo'lsa, mana shu insonlar inshaalloh kela oladi. Endi hamma ham, ya'ni 100 ta priglasheniya chiqarsak, 100 tadan 100 ta odam %100 keladi deb aytishlik juda ham qiyin masala. Xo'p, azizlar, vakansiyani aytadigan bo'lsak, vakansiyamiz sklad ishchilari kerak bo'ladi va bular ham shu Polshada yirik supermarketlar tarmog'i uchun vakansiyalar bor. Ish tartiblariga keladigan bo'lsak, ish tartiblari buyurtmalarni, ya'ni to'g'rilash va tayyorlash. Mana shu narsalar, ya'ni buyurtmalar uchun. Tovarlarni qadoqlash, hujjatlarni chop qilish va yuklash uchun tovarlarni tayyorlash, ish joylarini toza tutish, mana shular talab qilinadi. Ish yerida mana shu narsalar sizlardan talab qilinadi. Va bundan tashqari ish jarayonida sklad va avtopogrutchik qo'llaniladi. Bulardan ham xabarlaring bo'lsin. Ish tartibi: har bir ishchi skaner orqali tizimga kiradi, buyurtma oladi. Skaner tovar olish kerak bo'lgan joyni ko'rsatadi. Buyurtma bajarilgandan so'ng skaner choplangan kartani qayerdan olish kerakligini ko'rsatadi. Tayyor tovar plyonkalangan holda o'rash zonasiga olib boriladi. Buyurtma kartasi esa rampadagi mos joyga qo'yiladi. Ish joyida harorat, ya'ni issiq sovuqligi, quruqlik bo'limida 16 darajada issiqligi va bundan tashqari nam bo'limida bo'ladigan bo'lsa 5 daraja issiqlikda ishlaysizlar. Mana shunchalik endi nimasi bor. Talablar: rus tili muloqot darajasida hech bo'lmasa bilish kerak. Ombor hujjatlari bilan ishlashni qobiliyati bo'lishi kerak. Jamoat bilan ishlash qobiliyati bo'lishi kerak. Ishlash istagi albatta, ishchanlik, mehnatkashlik, omborda ish tajribasi bo'lsa yana ham yaxshiroq deb aytishyapti. Ish grafigi dushanbadan yakshanba kunlargacha bemalol ishlasalaring bo'ladi. Kechki payt soat 6 dan ertalab soat 6 gacha ish bo'ladi, ya'ni 12 soat ish bo'ladi. Har bir xodim uchun haftada alohida ish grafiki belgilanadi. Dam olish kunlari bir hafta oldin ogohlantirib olish mumkin. Ya'ni aytib qo'yishlaring kerak bo'ladi. Dam oladigan bo'lsalaring bir hafta oldin men keyingi haftaga dam olaman deb aytib qo'ysalaring yaxshi bo'lar ekan. Oyiga 200 soat, 240 soat atrofida ishlaysizlar, ya'ni oyiga mana shuncha bo'ladi. Ish haqqi soatingizga 25 zlotdan to 30 zlotgacha, ya'ni ishingizga qarab turib, ish natijasiga qarab turib, ya'ni albatta mana shunday oyliklar olasizlar albatta. Oyiga 5000 zlotdan to 7000 zlotgacha, ya'ni maosh bo'ladi mana shu atrofida. Ish soatiga qarab, ya'ni toza 1200 dollardan to 1750 dollargacha, ya'ni maosh mana shunaqa atrofida bo'ladi. 26 yoshgacha bo'lgan talabalar uchun bo'lsa, soatiga 30 zlotdan to 36 zlotgacha, ya'ni soatiga, ya'ni maosh beriladi. Oyiga 6100 atrofida va 6100 va 8400 zlot netto qo'liga tegishi mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni 1550 dollardan to 2100 dollargacha maosh oladi. Ish haqqi ishlagan tovar miqdori va ish soatlariga qarab belgilanadi. Yashash joyi barcha qulayliklarga ega xonalar. Oyiga lekin 650 zlot sizlardan ushlab qoladi. Ya'ni 650 zlotingiz ham hozirgi kunda 160 dollar atrofida buni ish haqqingizdan ushlab qoladi. Yashash joyiga
joylashuvdan 200 zlot, ya'ni depozit to'lanadi boshida, albatta bilasizlar. Bu Yevropalarda shunaqa, balki O'zbekistonda ham bordir. Depozit bu yashash joyingiz uchun boshida shu 200 zlot to'lab qo'yishingiz, ya'ni berib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni biror oylardan keyin 30 kun ishlaganingizdan keyin balki mana shu depozitingiz qaytib beriladi deb aytilyapti. Ish joyi yashash joyidan 3 kilometr uzoqda joylashib, yaqin atrofda ya'ni bankomatlar, do'konlar bor ekan albatta. Qo'shimcha ma'lumotlar, ish kiyimlar beriladi. Ish joyidan oshxona ya'ni bor ekan. Tibbiy daftarcha ya'ni rasmiylashtirishda albatta yordam qilinadi. Ya'ni xabarlaring bo'lsin. Ya'ni vlochniy avtopogrodchik boshqarishni albatta o'rgatadi. Mana shu vakansiya bor. Bu birinchi vakansiyamiz. Endi ikkinchi vakansiyamiz tovuq go'shti qadoqlash ishimiz ham bor. Bu ham shu Polshaning mashhur tovuq go'shti ishlab chiqarish parrandalik fabrikasi ishchilarni ishga taklif qiladi albatta. Bajariladigan u yerdagi ishlar tovuq go'shtini alohida bo'laklarga bo'lishlik, tozalashlik, qadoqlash. Bu vakansiyani talablariga keladigan bo'lsak, talablari qo'lda yaxshi, bir qo'l mehnatini yaxshi bilish kerak, ya'ni qo'lda ishlashni bilish kerak bo'ladi. Jamoat bilan ishlash qobiliyati bo'lishi kerak. Ish grafikiga keladigan bo'lsak, ish grafiklari 11 soatdan 2 smena bo'ladi. Buyurtma ko'paygan vaqtlarda ish odatdagiday ertaroq boshlanishi mumkin. Birinchi smena soat 4 dan boshlanadi, ikkinchi smena esa soat 12 yoki 2 dan boshlanadi. Oyiga 220 soat ishlashlaring mumkin. Maoshlarga keladigan bo'lsak, soatiga 25 zlotdan netto qo'lingizga tegishi, oyiga 4225 zlotdan to 6000 zlotgacha netto qo'lingizga tegishligi mumkin. Bu degani ya'ni $1000 bilan $1,500 atrofida. Turar joyga keladigan bo'lsak, qulay xususiy uyda turasizlar. Xonada 2 kishilik, 4 kishilik yaxshi jihozlangan oshxona, vanna xonalari bor. Wi-Fi ham albatta bor. Narxi oyiga 650 zlot, ya'ni $170 ga to'g'ri keladi. Shunday bir to'lovlari bor. Bundan tashqari ish joyigacha bo'lgan masofa pashti bir 2 kilometrgacha atrofida, to shu 500 metrdan 2 kilometr atrofigacha turar joylaring. Qo'shimcha ma'lumotlar: sexlarda harorat 10 gradus bo'lganligi sababidan korxona maxsus kiyim-kechak bilan ta'minlaydi, lekin o'zingiz issiq kiyimlaringiz ham bo'lishi kerak bo'ladi. Albatta O'zbekistondan olib kelishlaring kerak. Tibbiy daftarchangiz bo'lmaydigan bo'lsa, firma albatta tayyorlab beradi. Bundan xabarlaring bo'lsin. Butun mana shu vakansiyamiz, mana shu ikkita vakansiyamiz bordi, sizlarga yetkazdim. Albatta kimda kim qiziqadigan bo'lsa, yana takror aytamanki, mana shu yon tomonga yozyapman. Instagramimdan menga bog'lanishlaring mumkin va bundan tashqari Telegram gruppamga kirib, meni adminlarimga mana shu sayohat olami Telegram gruppamizni ham qo'yib qo'yapmiz. Telegram gruppaga kirsalaring, Shuhratbeyni ham, Nodirbeyni ham Telegram sirkalari qo'yilgan. Bemalol shularni ustiga bosib, to'g'ri o'zidan lichkasiga o'tib ham yozsalaring bo'ladi. Inshaalloh Alloh nasib qilib yo'llaringni ochib, Xudo xolasa Yevropalarga kelib, rizqlaringni terish Alloh nasib qilsin. Butun hamma obunachilarimizga, hammaday Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.